Hazır men şu iki atının yenda oturatman sen buludu. Birisi nurgulgan işlerini kılgan Hebi ustazımız, birisi Cevdet akam. Yeni birisi olsa bana Severdin akam ve yeni ekranın aldıda mening dadamı ba. Nurgun isil atalarımız ba. Muşu biz acizeler vaqt yülek buladigan şu atalarımızga özüm yazgan Can Dadam degan şiirni sovqilay. Can Dadam Abduri Mihri Hayat Mikrofon aldıda Mihri Hayat Yığılsam şat küldürgen pasıbanım sen idin Beşimdeki zor baxtım gül bostanım sen idin Yolumdaki şamçırak nur mayakım sen idin Vücudumga kuch kuvvet ata qilgan Can Dadam Yıkılganda korkmayman yölep turgan sen tursam Qayg'urgani bilmayman dadam tursam taq tursam Kun tushganda beshimga soyivanim sen tursan Meni baxit qo'ynida shod kuldirgan Can Dadam Hech safardan qo'rqmayman yo'l boshlamchim sen bo'lsang Urushlardan yanmayman jang shamshirim sen bo'lsang Dolqullardan qo'rqmayman kang yelkinim sen bo'lsang Hayotimning ma'nosi qahramonim Can Dadam Can Dadam mehribonim yor yo'lakchim tog'dek dadam Baxtim uchun har safarda podshohim kundek dadam Ali janob xislati zo'r pok qalbimda sulton dadam Ko'zlarimning nuri sen osmonimda cho'lpon dadam Baxtim uchun kulkam uchun jinim dada sen yaşa Bir ömürge egilmay sunmay to'g'riqdek yaşa Haqiqatni katman chopqan sen charchimay bog'dek yaşa Hayotimda bir men uchun sel bo'p oqqan Can Dadam Hayotimda bir men uchun sel bo'p oqqan Can Dadam Rahmat